Assalomu alaykum, xo'roz ishqibozlari. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Xonadoninglar tinchmi? Bug'doyi berayotganinglarda mana qilib pishirib berishinglarni maslahat beraman. Bu ham quvvat, ham tovuq xo'rozni, jo'jalarni semirtiradi. Mana men jo'ja ochirib qo'yganman. Mana jo'jalarga berib qo'yganman. Jo'jalar yeyishyapti mana. 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 Jo'jalar maza qilib yeydi buni. Keyin xo'roz tovuqlarga berib turaman buni. Mana yeyishini qaranglar bularni. Ishtaha bilan yeydi bular mana. Ishtaha bilan yeydi mana. Hammasi ishtaha bilan yeydi buni. Mana men bu xo'roz tovuq mana mashinaga pishirib beraman. Mana hozir berib olman. Mana yeyishini ko'ringlar bularni, yeyishini ko'ringlar. Hammasi ishtaha bilan yeydi bular. Maza qilib yeyishadi buni. Mana hozir beramiz. Mana yeyishini ko'ringlar bularni. İştaha bilan yeyishadi bular mana. Bug'doyi pishirib beringlar. Jo'jalarning qornini og'ritmaydi bu. Quvvatni oshirib beradi. Jo'jalarni yaxshi semirtirib beradi. Zo'r semirtiradi jo'jalarni. Quvvati ham baland bo'ladi. Go'sht o'rnida ham ketaveradi mana shu bug'doyi pishirilgani. Go'sht o'rnida ham ketaveradi mana. Hammasiga mana shuna qilib tarqatib yedirib chiqyapman. Kimga yana qanaqadir ma'lumotlar qizig'i bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirsanglar, xudo xolasa qo'ldan kelganicha savollarga javob berib o'tishga harakat qilaman. Ozgina ishlar bilan bo'lib band bo'lib qoldim, video olishga imkon bo'lmay qoldi. Shunaqa gaplar, akalar, ukalar. Sog' bo'linglar.